kichkina orolchada 100 kun yashashga harakat qilaman. Xullas bu orolda mana bu daraxt va mendan boshqa hech nima yo'q. Qani ko'ramiz nima bo'lgan. Let's go. Mana birinchi kunni ham boshlab oldik. Qani bo'lmasam sheytirlarni yoqamiz. Oh yeah. Bor yo'g'i bittasi yetib berdi qanday. Xullas birinchi kuni mana shunaqa o'zimga bitta pickaxe yasamda tosh qozishga pastga tushib ketdim. Hani neyse o'zimizga toshli narsalar yasaymiz. Keyin esa daraxtlarni qaytadan ekib chiqdim va o'zimga bitta kiymacha yasamda oroldan asta siltavordim. Keyin esa yo'limdan mana bunaqa kiyima chiqib qoldi. Ichiga kirmoqchi edim, lekin no mayli degan holda o'g'dan ham siltavordim. Keyin esa yana bitta kiyima chiqib qoldi va o'shanga kirishga qaror qildim. Keyin esa uyga qaytib keldim va men buni otordim va pastga qarab qozishni boshladim. Xullas pastda ozgina ko'mir topdim va uni endi qozaman degan paytim. Keyin esa tepaga qaytib chiqdim va o'zimga bitta temirli kirka yasab oldim. Keyin esa men buni yoqib zinalar qo'yib chiqdim va mana shu ko'mirni olib ketdim. Yaxshi ham olibman. Keyin esa to'g'ri qozib ketayotgan paytim bitta shaxtadan chiqib qoldim. O'zi shaxta deyiladi. Keyin esa o'zimga ikkita pechka yasamda boyaga olgan temirlarni pishirishga qo'ydim. Va mana bu yerda bitta jangni ko'rishingiz mumkin. Xullas tinchgina men bu taxtalarni olayotgan paytim yana bitta skeletni ko'rib qoldim va sal qoldi meni o'ldirib qo'yay. Xullas bu joy men uchun issiqlik qilishini bildim va astagina siltavordim. Keyin esa daraxtlarni yana bir marta ekib chiqdim va o'zimga mana bu joydan kichkinagina ferma qurdim. Keyin esa salgina himoyalanadigan maqsadda mana bunaqa narsani yasam. Endi esa qorni to'yg'ozish kerak. Xullas ikkinchi va uchinchi kunlar men o'sha shaxtaga qaytib tushdim va ko'zimga ko'ringan kerakli resurslarni olib boshladim. Xullas men bu narsani ko'rmasanglar bo'lmay qaranglar. Temir, keyin ko'mir, keyin esa oltin. Xullas uchovi bitta joyda. Qanday vaqt? Xullas shaxtadan hamma narsalarni olib chiqsam, yomg'ir yog'ayotgan ekan. Keyin esa boya olgan ipimizdan o'zimga ham bunaqa jun yasamda kravat yasam va uxlavordim. Mana 4-kunimiz ham boshlandi. Xullas ertalabdan hamma narsani sandiqqa joylashni boshladim. Keyin esa o'sha shaxtadan olgan temirlarimizni pechkalarga qo'yib pishirdim. Qarasam daraxtlar o'sgan ekan, ularni ham chopib chiqdim. Menimcha endi o'zimizga bitta kichkinagina fermacha qursak yaxshi bo'larmi deyman. Xullas fermani qurganimcha kech bo'lib qopti, keyin esa uxlavordim. Xullas 5-kun qarasam daraxtlar chota ko'payib ketibdi va men astagina o'zimga kerakli resurslarni oldim-da daraxtlar uchun chiroyli joy qurishni boshladim. Endi normalni ko'rinyapti. Keyin esa kech bo'lgan payt men mamnun qilib yoritib chiqdim. Sababi birorta mobla spam bo'lsa dabdala bo'ladi. Keyin esa men bu oroldagi daraxtlarni hammasini chopib tashladim. Keyin esa uxlavordim. 6-kun esa o'zimga polni temir sovutlarni yasam. Va shuningdek mana bunaqa arojalarni. Keyin esa boya borolmagan kiyimimizga qaytib bordim va lut qilishga qaror qildim.
Xullas u kemadan sabzi bilan kartoshka chiqdi. Endi bularga ham bitta ferma qurmas